Assalomu alaykum. Fe'l faqatgina majzum bo'ladi. Ism faqatgina majrur bo'ladi. Hech qachon ism majzum bo'la olmaydi. Hech qachon fe'l majrur bo'la olmaydi. La an-nahiya, ya'ni qaytarish. Bunada ham nun tushib qolib liyazhabu bo'ladi. Borsinlar. Odatda domma bilan tugaydi yoki nun bilan tugaydi. Mana shu fe'llar marfu holatda hatta va bundan boshqa yuklamalar ham, harflar ham bor. Masalan, uridu an adrusa al-huruf al-arabiyya li aqra al-kitab. Safar qilmayman. Albatta, landa kelasi zamon ma'nosi bor. O'tgan zamonga va hozirgi ikkala zamonga va buyruq fe'liga bo'linadi. Fi'lul modi, al-fi'lul mudari' va fi'lul amr. Boshiga vositali hamzani qo'yamiz. Iftaha, ochinglar. Ya'ni bu yerda ham vositatul hamzaga bizning ehtiyojimiz tushmadi. Yana fe'l haqida gaplashamiz. Talaba oxirdan. O'qituvchi kelishidan oldin uyga vazifani yozib bo'lgan edi. Muhammad maktabga avtobusda ketayotgan edi. Esa af'ala vazni. Af'ala. Esingizda bo'lsin, doim domma bilan boshlanadi. Qad la azhab. Bormasligim mumkin. Demak, ak deb sukunlatamiz va o'rta o'zakni harakati domma edi. Fa'altu. Intaqalna, ko'chib o'tdik yoki in'atafna, burildik. Salomat bo'ling.